alaykum, aziz opa-singillar, aziz yurtdoshlar. Meni ismim Nargiza Saidova, 48 yoshdaman. Mana shu 48 yoshimgacha revmatizm, revmatoidniy poliartrit kasalligi bilan 15 yil kurashdim va oqibatda prednizolon gormoniga o'tirishga majbur bo'ldim, chunki og'riqlar, oyoqdagi shishlar, yurishimdagi qiyinchiliklar menga juda ham azob berar edi. Hozirgi kunda mana shu azoblardan qutulishimga yordam bergan ajoyib mahsulot haqida sizga ma'lumot bermoqchiman. Bular Karalmayn poрошоклari, litsitsin mahsuloti hamda men uchun juda ham qadrli bo'lgan mana shu ajoyib biluron mahsulotlari. Mana shu mahsulotdan foydalansangiz, sizni organizmingizda suyaklar sistemasi, qon tomir sistemasi, asab tizimi hamda orqa miyaning faoliyati shunchalik ham yaxshi ishlay boshlaydi. Gormonlardan qutulishni boshlaysiz va hayotingizga harakat, og'riqsiz harakat, energiya, sog'lik kirib boshlaydi. Suyaklar sistemasini davolashda hech qachon erinmang. Ammo tibbiyotimizda mana shunday tabiiy mahsulotlar bor ekan, foydalaning. Kimyoviy dori-darmonlar bilan bu kasallikning davosi yo'qligini hammamiz juda ham yaxshi bilamiz. Lekin mana bu tabiiy mahsulotlar 20 yil Germaniyada Nils Dushek professori tomonidan ishlab chiqilgan. Bu bezarar, foydali va organizmda barcha kasalliklarga yordam berishda juda ham muhim rol o'ynaydi. Foydalaning, suyaklar sistemangizni davolang.